Assalomu alaykum YouTube ahli, qalaysizlar? Sog' salomatmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? O'sha va'da qilingan meni xo'jayinim sovg'a qilgan telefon bugun dastavka bo'ldi. Chiqqaniga salkam 2 hafta, 3 hafta bo'lgan bo'layotgan bo'lsa ham hali sotuvda yo'q. Faqat borib oldindan zakaz qilib qo'yasiz. Uyingizga dastavka qilishadi. Terabayt $1700. Hamma voy dot degan rangidan oldim. Aniqrog'i olib berdilar xo'jayinim, men tanladim. Hozir buni Amirxon o'g'lim nastroyka qiladi. Bu telefondan bu telefonga ko'tarma narsalarni ko'chiradi. O'zi syomkani 16 da qilyapti. Bu yerda eng yaxshi ko'rgan telefonim o'zi 14. Juda yaxshi ko'raman shu telefonimni. Bunga hali sim karta ketadigan telefonim. 14, 15 qayinsinglimga podarka bo'lgan, 16 и 17. Faqat iltimos, Instagramda yozganlarda menga bering telefoningizni, eskisini demanglar. Beradigan odamlarim bor. Xullas, endi qiriladi, boshqa qiladi deyapti, bilmayman, ishlatsak ko'ramiz. Buni bechixol tutmoqchiman. Ko'ramiz qanchaga yetadi ekan. No, qo'lga salgina yengilroq. Kameralarni keyin tekshirib ko'rib, Instagramga har bittasini bitta aytaman. Rahmat.